alaykum. Qarindoshlar, birodarlar, tanish bilishlar, mana bizlar Namangan bog'idamiz. Bobur bog'ida bugungi ko'rsatuvimiz jonli ravishda mana Namangan Bobur bog'ida. Bu yil prezidentimiz bu yilgi yilda mahallani rivojlantirish, jamiyatni yuksaltirish yili deb nomlagan, mana e'lon qilgan. Mana yuksalib, rivojlanib ko'ryapsizlarmi? Mana bu gullar qaranglar. Jannat, bundoq jannat makon yurtni qayerdan topamiz? Birodarlar, jigarlar. Shukur qilib yashash qoldi xolos. Hammasi mana hamma narsa odamni bahri dili ochiladi. Ko'ryapsizlarmi? Mana hozir mana Odil akamga rahmat, baraka topsin, umrlaridan tani joni sog' bo'lsin. Mana bog'larga aylantirgani olib keldilar. Mana bu yoqda mana umr yo'ldoshlari opam. Mana odamda yuradi-ku, mana odamda kiribdilar. Qani bir baho beringlar. Gul chiroylimi, opam chiroylimi? Bitta baho berib qo'yinglar. Men uchun opam chiroyli. Mana qaranglar. Ay voy. Mana qara. Hammasi mehnatning orqasidan. Mana prezidentimizga rahmat. Mana Kamilaxon. Qayoqda olay? Yuradi-da, oradan kiradi. Ketdi, yuringlar. Juda chiroyli. Mana. Ekanlar. Ay, mehnat qilganlarga ham rahmat. Shu darajaga yetkazib qo'yibdi mana. Ana. Boshlab qarab qo'yibdi gullar. Gullar shahri Namangan. Dunyo bo'yicha birinchi o'rinda turadi. Mana. Oradan kiramiz. Mana. Tashkilotchilariga rahmat. Ha demay mana 22-may keladi. Gul bayrami. Gul bayramida bundan hamda go'zal manzaralar bo'ladi mana. Hammasi jonli. Sun'iy gul degan narsa yo'q. Hammasi jonli. Ko'p yerlarga bordim, ko'rdim. Ko'p joylarda dekorativ gullarni qo'yib qo'ygan chiroy berish uchun. Namanganda yo'llarda ham jonli gullar. Hattoki yo'llarga ham ekib tashlagan. Mana mehnatkashlar mana. Baraka topsin. Ayollar ekyapti. Ana. Mana ayollar to'xtamay ekyapti. Ayollar to'xtamay ekyapti. Baraka topsin. Atirgulni qaranglar. Hammasi mehnatning orqasidan bo'layotgan. Kim uchun? Bizlar uchun. O'zimiz uchun. Tashkilotchilariga rahmat. Baraka topsin. Mana gullar qaranglar. Har birining ranglari bir-biridan chiroyli. Ko'rib ko'zing quvnaydi. Ko'zing to'ymaydi. Oq atirgul. Mana buni qaranglar. Atirgulni qaranglar. Voy voy.